Bugun bizda Yevropa gazda Nexus 3 avtomobiliga 90 litrlik 3-pokoleniya metan gaz balon o'rnatib beryapmiz. 3-pokoleniya metan gaz balon o'rnatib beryapmiz. Bu yoqda Gentra avtomobilimizga 90 litrlik metan gaz balon o'rnatib berilyapti. Old jihozlariga 3-pokoleniya qilib 1 yil kafolatga ega original Xitoyda ishlab chiqarilgan reduktori bilan o'rnatib berilyapti. Original zapravkachlari bitta zapravka bilan 250-300 km masofani bosadi trassada. Vikor brendi ostida ishlab chiqariladigan, Farg'onada ishlab chiqariladigan metan gaz balon bilan o'rnatib berilyapti. Avvalni chanaga mustahkam qilib o'rnatib berilyapti. Original krani bilan 100 ming so'mga to'ladi bu zapravkasi. Shu bilan 250-300 km masofani bosib o'tadi. Kimga qiziq bo'lsa ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketyapmiz. Eng sifatli jihozlarni bizda o'rnatib ketishlaring mumkin. Buni narxini ikkita bazasi bilan 4 million so'mga o'rnatib berilyapti. Boshqa joyga yugur qilib dokument nimasida navbatga turishlar yo'q. Hammasi o'zimizda bitib ketadi. Bu yoqda Jack M4 avtomobiliga 3 ta 30 litrlik, bitta 50 litrlik torpeda balon bilan o'rnatib berilyapti. Mana bu yoqda 3 ta 30 litrlikda ko'rishlaring mumkin. Yana qilib, chiroyli qilib, mustahkam qilib o'rnatib berganmiz. Original krani bilan. Bu yoqda mana 50 talik torpeda balonimiz. Eng idealni chiroyli qilib, mustahkam qilib o'rnatib berilyapti bu avtomobilimizga. Bu avtomobilimiz 300 km masofani bosib o'tadi. 130 ming so'mlik zapravkasi bo'ladi. Shunda 300 km masofani o'rtacha hisobda bosib o'tadi. Ma'lumot uchun aytib o'tib ketyapman. Oldi jihozlariga qisqacha tanishtiradigan bo'lsak, original zapravchnisi va original X reduktori bilan o'rnatib berilyapti. Azizlar, buni 2 xil, yana 3 xil varianti bor. Birga bir poddelka variantlari ham bor. Shu joylariga e'tiborli bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Gaz o'rnatmoqchi bo'lgan joyingizga borib, ustaxonaga borib, originalligini ko'rib, tanib olishlaring mumkin bo'ladi. Ma'lumot o'rnida. Mana bu farsunkasi Italiya brendi Rail kompaniyasida ishlab chiqariladi. Italyanskiy 2 ohmlik tezkor bo'lgan farsunkamiz. Eng o'zini yaxshi ko'rsatgan farsunkalarimiz. Bu tezkor. Buni yana bir farqlari bor. Bunda 2 xil, 3 xil varianti ham chiqqan buni. Bular oddiy sexda Xitoyda ishlab chiqariladi. Poddelka variantlari ham bor. Ozgina o'sha yashilligida farqi bo'ladi. Qo'ydirgan joylaringizda farqlarini bilib olsalaring bo'ladi. Orasida originalda poddelkasi originalda plombasi qalinroq quyiladi, poddelkada nomiga quyiladi. O'sha jihatlarga e'tibor bersalaring bo'ladi. Buni blok boshqaruvi Stak GoFaz 200 Polsha brendi. Polshada ishlab chiqariladi. Bu blok boshqaruvimiz GoFaz 200 eng legendarniy bo'lgan kompyuter boshqaruvlarimizdan, o'zini yaxshi ko'rsatgan. Buni ham 2 xil, 3 xil variantlari bor, poddelka variantlari bor. Shu joylarga ozgina e'tiborli bo'lishlaringni so'rab qolamiz. Bu Jack M4 avtomobilimizga 3 ta 30 litrlik, bitta 50 talik torpeda bilan oldi jihozlarini original 4-pokoleniya qilib, hammasini original qilgan holatda 10 million 500 ming so'mga o'rnatib berdik. Tanlovda adashmanglar. Bu yoqda Changan avtomobilimizga dubl kabinaga 2 ta 65 litrlik metan gaz balonni chiroyli qilib 4-pokoleniya qilib oldini o'rnatib berganmiz. Mana bu balon joylashishini ko'rishingiz mumkin. Mana qanaqa chiroyli qilib O'zbekiston brendi, Vikor brendi ostida ishlab chiqariladi. O'zbekistonda chiroyli qilib, mustahkam qilib o'rnatib berganmiz. Mana balon joylash holatlari. Umuman kuzovda teshmagan holatda o'rnatib berganmiz. Kesalaring sizlarga ham shunday qilib o'rnatib beramiz. Bu Changan avtomobilimizga reduktorini
o'sha legendarniy original X reduktori bilan o'rnatib berdik. Bunga ham o'sha Stack Polsha brendi GoFast 200 modeli kompyuter boshqaruvimiz, ya'ni miyasi bilan o'rnatib berdik. Avtomobilimiz idealni yuradi inshaalloh. Farsunkasini o'sha Italiya brendi Rail 2 o'rnlik tezkor bo'lgan farsunka bilan o'rnatib berilyapti. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqsalaring, sizlarga ham chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Buni narxini 265 talik bilan 7 million so'mga o'rnatib berdik. Yo'da Nexia 3 avtomobilimizga metan gaz bilan o'rnatib berilyapti. 90 litrlik Vicor O'zbekistonda ishlab chiqariladigan eng sifatli metan gaz ballonlardan biri. Oldi jihozlariga endi bolalarimiz, ustalarimiz endi joylashtirishadi reduktorni 3-pokoleniya qilib. 1 yil kafolatga ega Laydo reduktori bilan o'rnatib beriladi. Salonda ko'rsatib turuvchi datchiklari bilan. Mana 206 modeli eng original jihozlar bilan o'rnatib berilyapti bu Nexia 3 avtomobilimizga. Buni narxini ikkita bazasi bilan boshqa joyga yugur dokument bo'yicha umuman bormaysizlar. Hammasi mana shu Yevropa Gaz servisda ishlaring bitadi, kesalaring. Buni narxini bitta 90 litrlik oldini 3-pokoleniya ikkita bazasi bilan 3 million 900 ming so'mga o'rnatib berdik. Azizlar, sizga ham shunday sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa yoki o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying va gaz o'rnatmoqchi bo'lgan tanishlaringizga bu videoni jo'natib qo'ying. Bosilgan likelar zero YouTube ko'proq insonlarga tavsiya qiladi, insonlarga manfaati tegishini xohlayman. Tanlovda adashmanglar. Yevropa Gaz doim sizlarga sifatni tavsiya qiladi. Manzilimizni qisqacha tushuntirib o'tadigan bo'lsak, biz Sirdaryo viloyati Guliston shahrida joylashganmiz. Mana shu ishxonamiz Yevropa Gaz metan propan gazlarini eng original jihozlari bilan o'rnatib beramiz. Manzilimiz buyog'i Sardobadan betonkada kelishda, Sardobadan o'tganda Gulistonni ichiga o'ng tomonda katta trassa bor. Mana shu trassa 18 kilometr masofani bosib kelib, o'ng tomonga burilib, mana shu Anhorni bo'yida joylashganmiz. Ko'prikchadan kelib o'tsalaring, mana shu ishxonamizga kelsalaring, gaz avtomobillaringga metan propan jihozlarini eng originalini o'rnatib beramiz. Buyog'i Toshkentdan kelishda mostni oldidan o'ng tomonga burilib ketasizlar u betonkadan. O'sha yerdan o'sha most tagidan to'g'ri 11-12 kilometrda mana bu tomonda bitta svetofor bor. O'ngga qarab qayrilib Gagarin eski trassada bu betonkaning yo'li. 2 kilometrda mumkin bo'lgan bitta qayrilib olish bor. O'rtada bitta mumkin bo'lmagani bor, ikkinchisi mumkin bo'lganidan bitta qayrilib olib 20-30 metr yurib o'ngga burilib mana shu ko'prikdan kelib kelsalaring manzilimiz mana shu Yevropa Gaz metan propan servisda. Azizlar, biz borini borda aytamiz, yolg'on yashin gaplar yo'q. Siz jihozni tanlaysiz, biz o'rnatib beramiz. Originalmi? Original qo'yamiz. Xitoymi? Xitoy qo'yamiz, aytib qo'yamiz. Tanlovda adashmanglar. Menga qo'ydirmasangizlar ham qo'ydiradigan joyingizda sifatni talab qilib olinglar. Bu Damas avtomobilimizga 65 litrlik metan gaz ballonni o'rnatib beryapmiz. O'sha 301 datchigi bilan mana datchik holatlari, o'sha Laydo reduktori bilan 1 yil kafolatga ega ikkita bazasi bilan o'rnatib beryapmiz. Kelsalaring, sizlarga ham shunday chiroyli qilib gazlarni o'rnatib beramiz. Bu Damasimizga ikkita bazasi bilan 3 million 200 ming so'mga o'rnatib beryapmiz. Ma'lumot o'rnida bu bitta zapravkasi 80 mingga to'lsa, shu bilan 250-260 kilometr trassada masofani bosib o'tadi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketyapman. Bizda har turli blok boshqaruvlari bor, kompyuterlarimiz bor. Mana Stack GoFast 200 Polshada ishlab chiqarilgan. Bu Yevropa Gaz Basiko 24 ga 4. Bu ham Polshada ishlab chiqarilgan farsunkalarimiz. X originali bor. X reduktorlarimiz, X original farsunkalarimiz Xitoyda ishlab chiqarilgan, Xitoy brendi.
italyanskiy jihozlarimiz ham bor. Amasetti, Achille, Xitoyda AT12 ni birga bir ko'p lyuks kopiyasi Xitoyda ishlab chiqarilgani bu. Sizlar jihozni tanlaysizlar, Xitoymi Xitoy. Lyuks kopiyami lyuks kopiya, originalmi original. Siz tanlaysiz, biz o'rnatib beramiz. Raqobat bo'yicha biz ham raqobat qila olamiz. Masalan, 4 million 300 deyishyapti, 4 million deyishyapti, 4 million 600 deyishyapti. Har xil. Siz tanlaysiz, biz narxiga pulingizga yarasha qilib o'rnatib beramiz gazlarni. Mana Farsunka italyanskiy 2 ohmlik Rail brendi. Italiyada ishlab chiqarilgan farsunkamiz bu. Kesalaring sizga ham shunday chiroyli qilib original jihozlar bilan o'rnatib beramiz.